Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz a'zolari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sahobiylardan biri so'rashibdi. Mening hurmat qilib, yaxshilik qilmog'imga eng haqli odam kim? deya 3 marta so'rabdi. Uchalasida ham u onang deya javob beribdi. Birinchi marta so'raganda ham onang, ikkinchi marta so'raganda ham onang, uchinchi marta so'raganda ham onang deya javob beribdi. Jannat onalar oyog'i ostidadir. Hadis sharifdan. O'sha jannat onalar oyog'i ostida deyilgan hadis odamni ko'p siz bilan bizlarni o'ylantiradi. O'sha hokipoyi jannat bo'lgan onajonlarimizni yaqinlashib kelayotgan bayramlari bilan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Deydilar qahrli bahodirlar ham janglarda jon berar chog'i mardona, behad azoblarga chidab so'nggi dam bitta so'z demishlar shivirlab ona. Ulug' bir donishmand olamni sharhlab axiri tanibdi tuqqan elini, zabon baxsh etganga ehtirom saqlab ona deb atabdi ilk bor tilini. Dunyo shoirlari vatan sha'niga sifat axtarmishlar qator va qator, axiri kelmishlar bitta ma'niga ona vatan deya bitmishlar ash'or. Bisyor bo'lsa shuncha bol ham beqadr, takror aytilganda rangsizdir kalom. Bu yorug' dunyoda vatan bittadir dunyoda ona degan nom.